G'ani Batur haqida. Üç viloyat inqilobi Nilqi qo'zg'olonining asosli rahbarlaridan biri. Uyg'ur xalqining xalq qahramoni. Harbiy qo'mondon G'ani Muhammad Boqir 1901-yili G'ulji nahiya Qash yezisining Turdiyuz mahallasida kambag'al dehqon oilasida dunyoga kelgan. G'ani Batur kichigidilla ishchan, batur, kuchlik, g'ayratli bola bo'lib, bola vaqtida chelishtidan chiqaradi va egiz bo'y, gavdilik, yo'g'on bosh, kang va so'ziq yuzi qip-qizil, qo'y ko'z, kam so'z odam bo'lib yetilib chiqadi. G'ani Batur 16 yosh vaqtlarida bir kuni 9 taradi baturlik haqida so'z qilayotgan otliq bir qozoq yigitga "Men mush oli etingni av qarig'ish to'yiga olib akasam nima deysan?" deb 150 metr orliqni ko'rsatdi. Qozoq yigit "Agar deginingda qilsang, otni sanga beraman. Qilmasang, av turuq eting mening bo'lsin", deydi. G'ani Batur bag'am peti otni yelkisiga ilib mangadi. Qiqas ko'tarildi. G'ani Batur otni ko'tarib, qariyag'ashdan 100 metr neri yerga ep berib, qaytirib akeladi. Xalq hayron qoladi. Shuning bilan G'anining Batur degan nomi butun ili rayoniga tarqaladi. Ham zulmga, jazonoxo'rlikqa qarshi harakat qiladigan nochilar G'anining atrofiga to'plashishga boshlaydi. Ular zolim baglar, jazonoxo'r boylar va amaldorlarni tillaydi, masxir qiladi. Epkasa ularning mol-mulkini elib, yetim yesirlarga tarqitib beradi. Shunga G'ani Batur 1944-yilgacha ko'p qatim turmalarga tashlanadi. Har qatim qamalganda kishanni uzib tashlab qochadi. Eng oxirgi qatim G'ani Batur 1944-yili 5-aprel dushanba kuni hozirgi Urumchi shaharlik xalq sud mahkamasi o'rnidagi Urumchi 2-turmadan qochib Nilqi atrofida yushurinib yuradi. Shu kunlarda Nilqi tog'larida Gomindonga qarshi harakat berayotgan Fatih Batur, Akbar Batur, Qurbon Burhanidov, Osman Ibrohimov, Seyit Avan, Nur Ubulov, O'shur Mamutov, Musa Qon Qurbon, Hamid Muslimov, Rafiq Baychurin qatorliq partizanlar guruhi G'ani Baturning Urumchi turmasidan qochib kelganini anglab, uni izlab topadi. Shuning bilan G'ani Batur inqilobga qo'shiladi. Partizanlik shtab qurilganda G'ani Batur 2-partizanlar guruhiga mas'ul bo'ladi. Bu guruhda zulmga qarshi erkinlikka intilguchi 200 dan ortiq partizan bor edi. G'ani Batur shuningdan boshlab har qaysi urush rayonlarida baturlik ko'rsatdi va kishilar tomonidan G'ani Batur deb ta'riflanadi. G'ani Batur va partizanlar Gomindonning G'ulji tarafdan 10 mashinada kelgan askarni to'sib zarba berib, mazar rayoniga kirgizmay yo'qotib, ularning qoral yaroqlarini g'animat oladi. Sulton Uvays mazariga yushurin kirib, soqchi idorisini parchaqlab tashlaydi. Har millat xalqidan qamalgan 30 dan ortiq kishini qutuldirib chiqadi. G'ani Batur yana Qararisu, Subtay, mazar rayonidagi urushda otliq ikki qo'lida 2 pilomat bilan yomg'irdak yig'ayotgan o'q qarmay dushman sepini yerib o'tadi. Dushman to'piga otliq besib kirib, dushman qo'lidagi qurolni tortib elib chiqadi. G'anining bundoq baturligi xalq ichida har xil afsonalarning kelib chiqishiga sabab bo'ldi. G'ani Batur Arshangni elish urushida eg'ir yaralanib, Olmutaga davolanishga bordi va davolanib qaytib kelgandan keyin vaqtli hukumat uning qahramonlik jasorati, qo'mondonlik mahoratini nazarga olib, uningga polkovniklik harbiy unvon va xalq qahramoni degan hurmatli nomni berdi. U ozodlikka qadar 3 viloyat hukumatining a'zosi, Milliy armiya harbiy sud mahkamasining boshlig'i qatorliq vazifalarda bo'ladi. U bu jarayonda Jumhuriyat, ozodlik, istiqloliyat, bahadurlik uchun qatorliq ko'plagan ordenlar bilan tortiqlanadi. Ozodlikdan keyin o'lkalik siyosiy maslahat kengashiga qatnashdi. Keyin Fatih Batur bilan Lanjuda 1953-yilgacha dam oldi. 1953-yilning oxiri qaytib kelib, o'lkalik siyosiy maslahat kengashiga a'zo bo'ldi. 1954-yilning oxiri G'uljiga ketdi va 1956-yilning oxiri hozirgi Qozog'istonga chiqib ketdi. 1990-yili 89 yoshida Olmuta shahrida vafot bo'ldi. G'ani Baturning jangohdagi haqiqiy ish izlaridan parcha. G'ani Batur qo'mondonligidagi partizanlar Arshang noyalik hukumatni qo'rshigandan keyin nohiya hokimi taslim bo'ldi va hukumat G'ani Baturlarning qo'liga o'tdi. G'ani Batur hokimni soqchi boshlig'ining oldiga elchilikka kirgizdi. Biroq soqchi boshliq taslim bo'lishga unamaydi. Buni anglab G'ani Baturning qitiq ochiq kelib, taslim bo'lishga unamagan bo'lsa o'g'il bola ekan. Uning bilan bir elish baqay. G'ani akasining qanday odamligini ko'rib baqsin.
G'ani Batur shundoq debla saqchi idorasiga kayni va ikki yondan tang hujum qilishga buyruq berib, tajribalik ikki partizanni chaqirib, sepilga yaqin berib laxmi ko'lab portlatishga buyurdi. O'zimi sepilga qartib, to'xtamay o'q uzdi. Dushman bilan 3 kech kunduz qattiq tarkishib, 3-kuni partizanlar sepilni portlatib, saqchi shtabini ishg'ol qildi. Shuning bilan Arshang nahiyosi ozod qilindi. Aradan 10 kun o'tganda G'ani Batur qo'mondonligidagi partizanlar yordamga kelgan dushman armiyasining oldini Angillik degan joyda to'sdi. G'ani Batur sepdan oldida ketib qolganda dushman qo'mondoni G'ani Baturni nishon qilib o'q chiqardi. G'ani Batur chaqqonlik bilan o'zini yerga atdi, lekin ulguramaydi. Dushmanning o'qi G'ani Baturning o'mirtqisining azroq yerini yulib chiqib ketdi. G'ani Batur chapdastlik bilan domlab o'zini daldiga ilib, qo'lidagi Qur'onni yanchi silkib etib dushman qo'mondonini yerga shiltidi. Qo'mondondan ayrilib qolgan dushman askarlari qo'rqib, aloqzada bo'lib qalayim-qalishib ketganda, G'ani Batur o'rnidan dast turib, "Qarindoshlar, olg'a!" deb vaqirab dushmanga etildi. Partizanlar G'ani Baturning olg'a degan buyrug'ini anglab, o'rinlaridan chachirab turib, hurraginicha dushmanga etilib, yo'l ustida giralashma urush boshlanib ketdi. G'ani Batur oldiga uchirgan dushman askarni yerga shiltib, pat-pat, "G'ayrat qilinglar azmatlar!" deb vaqirab qo'yatdi. Ba'zi dushman askarlari partizanlarning ayvisidan qo'rqib, qurollarni ikki qo'li bilan egiz ko'tarib taslim bo'lganligini bildirib tizlandi. Urush bir qancha soat davom qilgachqa, G'ani Baturning yarasidan ko'p qon eqib ketgan edi. Uni ko'rgan otryad boshliqlari G'ani Batur yaralardan ko'p qon eqib ketdi. Tangdirvaslar desa, Baturning qo'liga hech gap kirmaydi. Dushmanning o'lganlari o'lib, taslim bo'lganlari taslim bo'lib, bir qismlari qechishga boshladi. Vaziyat yaxshilangandan keyin G'ani Batur majburiy davolanishga elib ketildi. Yuqoridagi G'ani Baturning jangohdagi haqiqiy ishsizlardan parcha qismi Ili daryosi jurnali 2005-yillik 2-sonda nashr qilingan G'ani Baturning ayni yildagi askari Abduvali Qodirning aslamasidan qisqartib elindi.